Assalomu alaykum, birodarlar, O'zbekistonliklar, qardoshlar, do'stlar, charchamadinglarmi, tinchmisizlar? Yana bitta video tayyorlagim keldi. Sababi O'zbekiston jahon chempionatiga futbolga chiqdi. Hammani tabriklayman. Hamma xursand. Bir oy bo'ldi chiqqaniga, lekin bir oycha bo'lib qoldi, lekin video tayyorlashga, gapirishga vaqt bo'lmadi. Nima deymiz? Endi hammani, butun O'rta Osiyo xalqini, butun SSR xalqini, sobiq SSR, butun qardoshlarni, Turkiya xalqini, musulmonlarni juda ham katta yutuq bilan tabriklaymiz. Bu yutuqni, O'zbekiston jahon chempionatiga chiqishini butun O'zbekiston 34 yil kutdi. Mustaqil bo'lganiga 34 yil bo'lgan bo'lsa, uni tagida hukumatni, futbolchilarimizni hammasini katta og'ir mehnat yotadi. Qanaqa mehnat qilganini biz professional futbolist bo'lmasak ham o'zimiz yoshlikdan shu uzoq vaqt futbol o'ynadik. Ko'cha-kuyda o'zimizga qiziqqanimiz uchun futbolga juda ham mehrimiz baland. Endi nima demoqchi edim? Bu O'zbekistonni jahon chempionatiga chiqqani darajasi bizaga yetdi. Nima bu o'zimizning og'aynimiz, uncha futbolga qiziqmaydigan og'aynimiz nima bunaqa O'zbekiston xursand, hammaga sovg'a beryapti prezidentimiz. Hamma xursand, bu darajada hamma televizorda ko'rsatyapti, YouTube'da hamma birodarlar tabriklayapti desa, men o'zimga fikrimni aytdim. Sababi o'rta oddim 34 yil ichida mustaqil bo'lganiga 34 yil bo'lgan bo'lsa, O'zbekiston mustaqil bo'lganiga 34 yil bo'lgan bo'lsa, 34 yil bo'lgan bo'lsa, hamma yutug'ini olimpiadadan bormi, yugurish bormi, gimnastikami, boksmi, hammasini, olimpiadadagi oltin medallarimiz, jahon chempionatidagi yosh bolalarni, yosh yigitlarni Osiyo chempion, jahon chempionatida ishtirok etganini tarozibni chetiga qo'ysa ham, O'zbekistonni jahon chempionatiga chiqqani toshi og'ir keladi dedim. Menimcha sizlar ham shu fikrimga qo'shilasizlar. Sababi bu narsani 34 har safar ozgina omad yetishmas edi. Nimadir yetishmay chiqolmas edi. Endi bunga obyektiv sabab bo'lish kerak. Orada qanaqadir subyektiv sabablar ham bo'ldi. O'zbekiston chiqolmasligi, o'zimiz yoshimiz katta bo'lgandan keyin shuni o'zimiz uchun bildik. Endi keyin yana bu yoqda Xudo xolasa mana 2023-2024da 2023-24-25larda O'zbekistonga sportda ancha yaxshi keldi, omadli keldi deb o'ylayman. Bu yoqda olimpiadada yoshlarimiz chempion bo'ldi, olimpiadada zo'r natijalarga erishdi. O'zbekiston ancha ba'zi bir davlatlardan qardoshlar qaysi sport orqada bo'ldik, lekin mana oldinga chiqib oldik, Xudoga shukr. Ne только sportda, deyarli ko'p narsada sekin zina sekin oldinga ko'tarilib ketyapmiz. Biz endi yoshlikda, mustaqillikda 10 yosh, 11 yosh bo'lganmiz. O'sha darajadan chiqib sekin chiqyapmiz. Bu yerda Eldor Shomurodov, Abbosiy Fayzullayev, keyin bu yoqda Abduqodir Husanov. Endi o'zimning fikrimni aytaman Abduqodir Husanov haqida. Abduqodir Husanov Angliya Premyer Ligasida o'ynadi, omadini bersin, zo'r o'yin bu, zo'r o'yinini ko'rsatdi. Xuddi kosmosga Yuriy Gagarin chiqib birinchi kosmonavt bo'lgandek, O'zbekiston xalqi uchun Angliya Premyer Ligasida birinchi o'ynagan uchun shu darajada hurmati baland. Omadini bersin. Bir xillar uni tushunmayapti, futbolga qiziqmaganlar. Men ishonasizlar, xohlasa ishoninglar, xohlasa ishonmanglar. Bir oy oldin, 1-2 oy oldin Manchester Cityga o'tadigan ishonmadim. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. O'zbekistonning o'yinchilari sal ishonmadim. Shu fake xabar bo'lsa kerak dedim. Shu oxiri Chelsiga qarshi o'yinga tushdi, adashmasam, o'shani tushib stadionga tushganda keyin ishondim.
juda xursand bo'lib ketdim. Mana xudo xolasa endi jahon chempionatiga yo'l pochin qilib Xudo xolasa yaxshi niyatlar bilan Alloh nasib qilsa ko'ramiz. Keyingi yilga hammaga ko'rish nasib qilsin. Xudo xolasa futbol haqida menda ma'lumotlar ko'p, chunki yoshlikdan mana shu hali internetda chiqmaganda Sovetskiy sport degan gazetalar bo'lardi, yosh edik, rahmatli otam o'qirdi. Keyin O'zbekiston futboli, Futbol Express, Interfutbol degan gazetalar bo'lardi. Deyarli hammasini o'qib chiqqanmiz. Hozir lekin chiqyaptimi, chiqmayaptimi bilmayman, hozir internet rivojlanib ketganiga. O'shalar asosida futbol haqida yoshlarga qo'ldan kelgancha qiziq ma'lumotlarni aytamiz. O'zbekiston olg'a, O'zbekiston xudo xolasa bundan zo'r natijalarga chiqadi. O'zbekiston kelajagi buyuk davlat. Olg'a O'zbekiston.